uglevodlarga oid bo'lgan so'zlar va uglevodlarga oid bo'lmagan so'zlar berilgan. Buni chayqatish orqali guruhlarga bo'linib, shu uglevodlarga oid so'zlarni kim ko'p topish 2 daqiqa vaqt ketdi. Bir xilmi? O'nta chiqishi kerak so'zinglar. Qizdan ekan, 2 yil ekan, bir bola. Bitta siz qaysi qolib ketdi qizlar? Tekshirib olinglar, mana men o'qib berib turaman.